Assalomu alaykum aziz obunachilar va YouTube ishqibozlari, kanaldagi mehmonlarimiz. Bugun mana hozir ko'rib turganingiz qo'l avtomat kir mashinasining asosiy qismlaridan biri hisoblanadi. Reduktor yuvish tomonidagi barabanni aylantirib berish vazifasini bajaradi. Buni hozir eski shestinalari yeyilib qolgan, shuni bir ichlarini obzorini qilib ko'rsatib bermoqchiman. Kimga shu video qiziq bo'lsa, bundan keyingi chiqargan videolarga o'tkazib yubormaslik uchun videoga kanalga obuna bo'lishni va like bosib qo'yishni unutmaysizlar degan umiddaman. Demak, biz boshladik. Vaqtdan yutish maqsadida boltlarni kamaytirib oldik. Hozir 2 dona boltini yechamiz. Aslida bu yerda 4 dona bolt bo'ladi. Shurupli bo'ladi. Buni qo'yamiz. Shunday idishga solib qo'yilsa, yo'qolib qolmaydi, boshqa bo'lmaydi. Bunga ma'lumot beradigan bo'lsam, bu оборотni, mana kir mashinadagi motorni оборотini remen orqali mana bu yerda pasaytirib berish vazifasini bajaradi. Hozir endi buni ochamiz ichini. Oldindan mana bu shkifini olib tashlaymiz. Bu shkifi bunga remen qadaladi. Mana bu yerda bu tomoniga kimlardadir to'rtburchak, kimlardadir tumaloq bo'ladi, soyli bo'ladi. Endi uni ichi hammasi bir xil bo'ladi. Hozir mana ichini ochamiz. Ichkarisida mana bunday ana shunday narsa bo'ladi. Hozir buni ham ko'rsatamiz. Shestrinalardan endi mana bu yerda litol bo'ladi. O'zi nima qilib turish uchun qurib qolib sinib netishlarni oldini olishda shu litol qo'yilgan bo'ladi. Hozir men sizlarga ichini ham ochib ko'rsataman. Davomida nimalar borligini ko'rasizlar. Bu yerda asosan 4 dona aylanma holatda shestrinalar bor. Ularni ham olib ko'rsataman. Mana shu shestrinalar yordamida oborot pasaytiriladi. Shuning uchun uning nomi reduktor deyiladi. Bunda asosan shestrinalar zanglab qolish, suv o'tib ketsa, chirishi oqibatlari bu yoqqaningizda, kirni solganingizda aylantirolmaydi, o'tib ketaveradi. Shar etib aylanib o'tib ketadi, zanglagan bo'ladi. Buni narxi hozirgi kunda ko'rib turganingiz reduktoringiz 40 ming so'm. Bizda narxi 40 ming so'm. Xo'sh, buni endi shu uy sharoitida o'zingiz ham qo'ysangiz bo'ladi. Faqat uning uchun o'zingiz ishqiboz bo'lishingiz kerak. Bu narsalarga qiziqishingiz bo'lishi kerak. Shu mana endi ko'rganlaring sxemasini hamda detallarini ko'rsatib o'tdim. Qaytarib joyiga qo'yamiz endi. Buni ochish shart emas, yangi olib kelib qo'yilsa bo'ldi. Men buni obzor qilib ko'rsatib beryapman sizlarga.
shunday holatda qaytarib qo'yilaveradi. Endi remont qilib qo'ysa ham bo'ladi, lekin nimasi bo'ladi, o'zi 40 ming so'mga yangisini beradi. Buni remont qilishi juda shart emas. Bu zapchaslari lekin bo'sh ishlab chiqqanlardan olib terish kerak bo'ladi uning uchun. Undan yaxshisi yangi olib qo'yib olgan yaxshi. Unchalik qimmat emas. Atiga hozirgi bunada 40 ming so'm turadi. Buni bilmaganlar mana endi xohlasa bilib oldilaring degan umiddamiz. Bilganlar ularga gap yo'q. Videoyimiz foydali bo'lgan bo'lsa, mana shikitlarni qo'ydik. Videolarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, like'larni yemisizlar degan umiddamiz. Rahmat hammalaringga. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar deb qolamiz.